Sariqmi? Nima bo'lyapti? Nima bu? Nurbek bu yerda nima qilgandi o'zi? Buni ko'ramiz hozir. Ha do'stlar, kutilmaganda Sarsenbayev qizil kartochka olib maydonni tark etmoqda. 10 kishi bo'lib qoldik. Xo'p, bu nimaga ta'sir qiladi? Endi tushunarli nima deyapti? Ismoilov bo'ldi, boshqa gapim yo'q deyapti. Islom Ismoilov o'zing yog'iga javob beraverasan deyapti. Ismoilov tushunish mumkin. Ko'z yoshlar bilan Nurbek chiqib ketyapti. Hech qisi yo'q. Ha. Nurbek. Qaror. Hakam. Endi buni skop. Nima bu do'stlar? So'nggi umid qo'li deb baholandi. Hakamga topshirmoqda Ismoilov. Hakamga. Hakamga. Turib berib, mayli hujumga bora olmasmiz. Turib berib, penaltilarni yutib ketamiz nasib. Mana hozir Ismoilov ham qo'llab-quvvatlayapti. Bu kerak. Yosh futbolchilar ularga bo'layotgan voqea. Penalti! Shamariz. Kim? Zarba! Gol! Do'stlar! 1-0 O'zbekiston oldinda. Mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qanaydir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan boshlayapmiz. Urgan Saudiya Hasanov o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Darvozalash! Gol! Mana Hasanov bizda o'ynash kerak futbolni. Ha do'stlar! 10 kishi, 9 kishi farqi yo'q, hujumga boramiz. Gol uramiz. Yotmaymiz. Do'stlar, bu Hasanovni butun dunyo ko'ryapti. Mana Hasanov. Hamma his etyapti. Butun O'zbekiston his etyapti buni. O'zbekcha futbol. Chempionatdagi eng super gol shu bo'ladi. Bosib o'tdi, o'ziga ishondi, darvozabon bilan yakkama-yakka chiqdi va oyoqlar orasidan kirgizib yuboryapti. Hasanov katta g'alaba boyay. Qo'shib qo'ydi. Voy Rustamjonov. O'zbekcha futbol. Mana sizga qanaqa bo'ladi bu? Biz tomonga bir qarab qo'y. Mana shunday. O'zbekiston g'alaba! Do'stlar! Chempionlik! Tabriklang! Yoningizda kim bo'lsa tabriklang! Qahramonlik bilan va misli ko'rilmagan qahramonlik bilan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi g'alabaga erishyapti. Voy do'stlar!